Aziz do'stlarimiz, eng zo'r bir muhim ma'lumot bermoqchiman. Erta bahorda uzumga sepiladigan dori mana bu ISO deb nomlanadi. Bu 2 litr qo'shiladi 10 litr suvga. Mana shu apparatda sepilsa juda ham yaxshi bo'ladi, chunki bu sal tejamroq sepadi. ISO bu o'sha oltin gugurt bilan ohayda qaynatgandan keyingi hosil bo'ladigan vosita. Shularni sepilishini hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda sepib chiqiladi. Mana bu joylargacha juda ham mukammal sepish kerak. Mana bu holatlargacha mana. Chunki shatlarda bo'ladi. Shular shatlarga kaka qo'yadi. Buni sepishdan maqsad mana bu yerdan chiqadigan uzumga kasallik olib keladigan qo'misqa, xullas zamburug'li nimalar mana shunda kakasini qo'ya olmaydi, chunki bu klyonka vazifasini bajaradi uzumga. Va xudo xolasa mana bu yerdan pastiga inshaalloh pastiga oxiy qilib qo'yamiz, oxiylab qo'yamiz yana. Uni ham ko'rsatamiz xudo xolasa.